Allohdan keladi. Nimaga amal qilsang bir xil otib o'ldiraman deydi. Qani shu kalimasini aytadimi? Kalimasini aytsa Alloh saqlayman dedi. Aytmaydi kalimasini. Vaholanki mana bir xillar yo'lda o'lib ketadi avariya qilib. Million gunoh ish qilsam mashinasini Alloh tilga qora qilib tashlasin. Ko'rish mumkin-da. Nimaki bo'lsa Allohdan keladi. Hamma narsa Allohdan. Balo ofatlar qarang. Hayratda qolyapman uni qarang. Ketdi. Inson bilmaydi ajal qolib yurganini qarang. Qancha inson dunyodan o'tishi mumkin? Qolib ketdi bular ikkalasi qarang. Quvish bilan dunyoni ishlariga qarang. Hayratdan qolish mumkin-da. Alloh million baloni la havla va la quvvati illo billahi azimni aytdi Alloh. Ey banda 99 balo ofatni daf qilib bir g'alib olarkan. Shuncha mukofot berganda. İnson aqlini boshqara olmasganda, bilsa qolibdimi? Nimalar bo'lyapti bu yerda? İnsonlarning ishiga qaramay hayratda qolasan-da. Million balo ofatni qarang. Orqaga olib kelib o'zini boshqalarga yiqilib ham. Bibiga olib ketdi bechora, bibi yig'lab turibdi. Oydod o'lmay qoldim. Demak, nima gunoh qilgan shu ayol? Sho'r qilaniga qarang, mashinasini maqtab, o'zini maqtab turib, Allohning rahmatidan qochganda mana bunga qarang. Ikki balo qildi Allohning amriga qarang. Nima maqtanoqsan? Mana bunga qarang. Mana qarang, tepaga chiqib qo'ydi mashina, buni urmagaydi. O'tib ketdi u yerga. Mana nima dedi? Bu sani urmagaydi shu aytdi. Odam o'ldirmagaydi. Mana bunga qarang, amayron. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday bilishi mumkin yo'q. Mana bunga qarang, suv toshqadi, mashinalarni olib ketyapti. Ko'rmayapsanmi qancha balo ofat kelyapti? So'raysanlarki, hamma narsa Allohdan. Buni nimaga otib o'ldiryapti? Sanda yomonlarni otib o'ldirsa ketadi-da. Chunki Allohdan qo'rqmayapsan-da. Qani shuncha narsani ko'rasan, Allohni ulug'lamaysan. Allohning rahmati haqida gapirmaysan, g'iybat qilsan. Qara, 100 millionlab mashinalar, uylar suv bosib. Allohning g'azabimi yo rahmatimi? Ko'rmayapsan mana ularga qarash. Buna qara. Yurganda boyvachchani. Mashinani maqtabsanda boyvachchalar. Buna qara qayerga tushib ketdi. Shunday ajal topish kerak. Mana qara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 chiqaloq otishga jahannam joyiga oldi. Nima ish? Unga jazo berdi. Buna qara. Vaqtinchalik uchunmi? Zo'r mashina 2 balo qilib tashladi. Mashina 2 balo bo'ldimi? Hayratdan qolib tirik o'lmabdi. Yana umr berdi. Uchalasi ham tirik. Yana Alloh saqlab qoldi.